Assalomu alaykum Sherzodbek o'z obunachilari. Bugungi obzorlarimizda Jackni gurzovoylari bo'ladi. Bizda hozirgi kunda Jackni bartovoyi bor, tentovkasi bor, furgonli variantlari sotuvda tayyor. Motori 2 li atmosferli motor, 147 ot kuchiga ega, metan, propan 1:1 tushadi. Boshlang'ich 30% to'lov qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Aziz obunachilar, mana bu bizani tentovka variantimiz. Ya'ni tent yig'ilib ham yoyib ishlatsalar bo'ladi. 2 li atmosferli motor, 147 ot kuchi, oldi 3 kishilik. Bu mashinamizni ham metan, propan bunga ham bemalol tushadi. Bu ham 2 tonnali. Bu mashinamizning bonusi poliklari, benzin. Agar uzoqdan bizani Samarqandga kelib xarid qiladigan bo'lsa, masalan, ishlari hal bo'lmasa, gostinitsa, mehmonxonalari ham qilib beriladi, xudo xolisa. Jackni bartovoyi 248 million 640 ming so'm, tentovkasi 255 million 360 ming so'm, furgoni, ya'ni promtovarni 275 million 520 ming so'm. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim, do'stlarim, yaxshimisizlar? Ishlaringiz, sog'lig'ingiz hammalaringiz yaxshimi? Bugun sizlarga gurzovoylar narxi bilan tanishtirib o'taman do'stlar. China Motors Samarqanddagi filialiga tashrif buyurdim. Bugun sizlarga qaynoq yangiliklar bor ekan do'stlar. Jack X200 larni narx-navosi bilan tushuntirib o'taman do'stlar. 3 xil variantini ko'rsatib o'tamiz. Videoga like bosinglar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshladik. Xo'p, mana aziz obunachilarim, bismillahir-rohmanir-rohim deb videorolikni boshladik. Bugun bizga Farangiz yordam beradilar. Assalomu alaykum Sherzodbek o'z obunachilari. Bugungi obzorlarimizda Jackni gurzovoylari bo'ladi. Bizda hozirgi kunda Jackni bartovoyi bor, tentovkasi bor, furgonli variantlari sotuvda tayyor. Hozir bir boshidan boshlaymiz. Bu bartovoy bo'ladi. Bartovoy mashinamiz, bunisini kaliti bor. Ochig'ini ko'rsatib o'tamiz. Jackda do'stlar gurzovoy avtomobillar birinchi arzonroq varianti, ya'ni bartovoy ham bu. Bartovoy varianti. Bartovoyda ko'rsatib o'tsak, Ishlari ko'rishingiz mumkin. salon ko'rinishlari, salonlarda qarang, Farangiz salonlarida nima qulayliklari bor. Oldi 3 kishilik bo'ladi. Mana bu turg'izib 3 kishi o'tirsa bo'ladi. Shofyordan tashqari 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Turadi, ha? Ha, turadi, knopkasi bor. Ha, knopkasi bormi? Yaxshi. Rullari ligrovka bo'ladi, sidina ligrovka bo'ladi. Bemalol perivalda yurganlarida ham qulay ketadi. Mexanika korobka bo'ladi, konditsioner pechkalari bor. Konditsionerlari mavjud, salonchani qaranglar do'stlar. Mikrofoni ham bor ekan, zavodskiy chiroyli holatda. Tablolari 160 gacha chiqar ekan. Sidina oldinga orqaga ligrovkalar bor ekan, yaxshi. Ya'ni bu do'stlar 3 kishilik, mana bu bar qilingan mana. Ikkita odam bo'lsa, buni ko'tarish shart emas. Agar 3-odam ham bo'lsa, buni ko'tarasizlar, mana barni. Ko'ryapsizlarmi? Stakanlik va mana bu yerda pastida yuk xonachasi bor. Shuni ko'tarib 3 kishi o'tirsalaringiz bo'lar ekan. Mana bu yerlarda pushalkalari ham mavjud, obshipka holatlari, oynalar elektron avto rejimi bor. Mana plastik bilan qilingan ruchkalari, bu yerda o'zlaringiz narsalarni qo'yasizlar mana. Xo'p, mexanika ekan. Bu mashinamizning motori 2 li atmosferli motor, 147 ot kuchiga ega, metan, propan 1:1 tushadi. Metan uстановка qilsak bo'ladi, ha? Uстановка qilsa bo'ladi. O'zimizning servisdan qildirib olsalar bo'ladi. Yaxshi. Endi qarang, narx-navosi qancha bo'lyapti? Bu mashinamizning tan narxi zavod narxida 248 million 640 ming. O'zimizning Samarqand, Jomboyda, Uzavto treylerda ishlab chiqarilyapti, shu yerda zbor bo'lyapti. Bu mashinamizning tonnasi 2 tonnali bo'ladi. 2 tonna yuk ko'taradi. 2 tonnali bo'ladi. Bortining uzunligi 3 o'ngga 170. Qo'sh ballonli bo'ladi. Bemalol yuklarini ko'tarish anaqasi 2 tonna. Buni kreditkami olsak bo'ladimi? Kredit, naqd qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Prechesleniya ham qilsalar bo'ladi agar boshiga necha pullarini, necha foizlarini, ya'ni minimal boshlang'ich 30% to'lov qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Farangiz manzilni ham tushuntirib o'ting o'zingiz. Manzilimiz Gilion chorrahadan Motoritga qarab 300 metr pastga tushganda zapravka bor, Humo zapravkasini ro'parasida domlaning tagida. China Motors do'stlar. Bemalol pastdagi nomerlarga Farangiz nomerlari bor. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Orqalarini ham bir ko'rsatib o'taylik. Bu tomondan atmosferli motor, metan, propan uстановка qilsalaringiz bo'ladi. Mana yuk xonasi. Do'stlar, 2 tonna ko'tarar ekan. 2 tonna. Garantiyalari bormi? 3 yil 100 ming kilometr garantiya asosida topshiradi. 3 yil yoki 100 ming kilometr garantiya berar ekanlar.
Aziz obunachilar, mana bu bizning tentovka variantimiz. Ya'ni tenti yig'ilib ham yoyib ishlatsalar bo'ladi yog'ingarchilik payti. Bu mashinamizning ham xarakteristikasi u bilan bir xil bo'ladi, faqat mana bu kuzovida farq qiladi bu mashinamizni. 2 li atmosferniy motor, 140 ot kuchi, oldi 3 kishilik. Bu mashinamizni ham metan propan bunga ham bemalol tushadi. Bu ham 2 tonnali, qo'sh balonli bo'ladi. Oldi ko'rinishlari, salon holatini ham bir ko'rsataylik. Salonlarini ham. Kalti bo'lsa agar. Tak, mana do'stlar, salonlari 3 kishilik bu ham. Salon holati bir xil ekan. 5 tali korobkasi mexanika variantda bo'ladi. Ularning avtomati bo'lmasa kerak, Yo'q, mexanika korobka bo'ladi. Mexanika, sidinalari buni ham oldinga va orqaga upravleniyalar bor. Elektronniy stiklo podъемниклari. Bu zavodskoy tentovka. Zavodskoy tentovka hujjatlariga ham tayyor zavodskoy tentli qilib yozib beriladi. Bu Tak. tentni yig'ib ishlatsalar ham bo'ladi bemalol. Yig'ib ishlatsa ham bo'ladi. Ishlari qancha gruz ko'taradi? 2 tonnali bu ham. 2 tonna Qo'sh ko'taradi. balonli. Boshiga 30% larini bersak, avtokreditga olsa ham bo'ladi. Bir kunda hal bo'ladi. xudo Necha xohlasa. yilgacha? 4 yilgacha olsalar bo'ladi. Farangiz bonuslar aytib o'ting. Bu mashinamizning bonusi poliklari, benzin. Agar uzoqdan bizani Samarqandga kelib xarid qiladigan bo'lsa, masalan, ishlari hal bo'lmasa, gostinitsa, mehmonxonalari ham qilib beriladi, xudo xohlasa, ishxona tomonidan. Bir kunlik gostinitsalari ham bor ekan. Endi narx-navosi aytsangiz. Bu mashinamiz 255 million 360 ming so'm zavod narxida. Garantiyalari qancha? 3 yil 100 ming kilometr. 3 yil yoki 100 ming kilometr garantiya berilar ekan. Metan, propan uстановка qilsalaringiz bo'ladi. China Motors'da o'zini ham metan propan uстановка qilayotgan servislari mavjud. Garantiyalar o'chmaydi, servisdan qildirsalar. Bizdan xarid qilib, bizdan o'rnatsalar, garantiya asosida bo'ladi hammasi. Motorlari injig'masa? Yo'q, atmosferniy yaponskiy Greenjet motor bu motorlar. Aziz obunachilar, bu Jak X200 ni promtovarniy, ya'ni furgonli varianti tayyor zavodskoy bo'ladi. Bortlarining uzunligi 310 ga 170 bo'ladi buni ham. Buni paneli bunday olsangiz, panellari sandwich panel bo'ladi. Xolodilnik o'rnatib bemalol foydalansa bo'ladi. Xolodilnik qo'yib ham ishlatsak bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Yaxshi. Buni endi narxi qancha? Bu mashinamizning narxi 275 million 520 ming zavod narxida bular ham. Eng qimmati bu ekan, eng arzoni Bortovo ekan. Yaxshi. Endi buni ham salon holatlari bir xilmi yo o'zgarishlar bo'ladimi? Bu mashinamizning ham salon holatlari bir xil, hammasini, uchalasini ham. Salonlar, ya'ni do'stlar, sidina oldinga va orqaga ligirovkalari mana, orqaga ham ancha joyi bor. 10 santimetrlar yana orqa tassalaringiz bo'ladi. Agar bu kaltaroq odam bo'lsa, oldinga tashlab, bir 20 santimetr ham orqaga qilsalaringiz bo'ladi. Xo'p, 3 kishilik do'stlar. Agar 2 kishi bo'lsalaringiz, barda qo'yib qo'yasizlar, 3 kishi bo'lsa, barda ko'tarsanglar, yana joy tayyor bo'ladi. Mexanika 5 tali korobka, ya'ni do'stlar 160 maksimal tezligi, undan tashqari kolonkalari, bu yerda yordamchi pishalkalari ham bor ekan. Elektronniy oyna ko'tarayotganlari. Balonlar nechi? Balonlari 13 ga 15. Oldi 15 bo'ladi. Ha. Oldi 15, orqasi 13. Kichkina razmerda ekan. Zapasnoy balonlari bor ikkita. Zapasnoy balonlari mana. Bitta katta, bitta kichkina zapasnoy balonlari mavjud ekan. Farangiz buni ichlarini ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi albatta ichlarini. Do'stlar, Sandwich ichlarini qaranglar. Tayyor zavodskoy. Qanaqa panel dedingiz? Sandwich panel. Sandwich. Bemalol xolodilnik qilib, ya'ni issiqda, sovuqda bemalol ushlab turadi, ha? Bo'ladi. Yaxshi. Uni o'rnatsa keyin garantiyasi o'chmaydimi? Yo'q, yo'q. Bo'laveradi, ha? Bo'laveradi. Metan propan uстановка qilib berasizlar o'zlaringiz. Albatta. Bonuslari bor ekan do'stlar, bemalol qo'ng'iroq qilib kelsalaringiz bo'ladi. Manzilda yana bir bor aytib o'taylik. Yelion chorrahadan Motrikka qarab 300 metr pastga tushganda zapravkani ro'parasida domlaning tagida China Motors. China Motors mana shu 5 qavatli domlaning tagida ekan. Undan tashqari kelsalaringiz mana China Motorsda ichkari salonida yengil avtomobillar ham bor ekan. Ya'ni BYDlar ham bor, Jacklar bor, har xil avtomobillar bor. Endi bularni birinchi, ikkinchi, uchinchi variantlarini narx-navosini qaytadan tanishtirib o'ting bizga. Jackni Bartovoyi 248 million 640 ming so'm, Tentovkasi 255 million 360 ming so'm, furgoni, ya'ni promtovarniy 275 million 520 ming so'm.
Yaxshi. Do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar, kommentariy fikrlaringizni yozinglar. Qanday mashina yoqdimi sizlarga? Bemalol yoqqan bo'lsa qo'ng'iroq qilib, manzilni aytib o'tib, kelib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Bo'ladi. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.